Xo'p, davom ettiramiz. Endi hozir sizlar bilan savol shaklini davom ettirgan holda, ya'ni word ordinance qaysi tartibda kelishini bitta ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda tushuntirgandim formulalarni. Xo'p, endi ketdik. Birinchi bo'lib bizga did kerak bo'ladi, keyin subject, ya'ni ega, I, we, you, they, he, she, it, uni o'rnida ismlar ham bo'lishi mumkin bilganimizdek, keyin infinitive degani, ya'ni bu yoqda verb bir, ya'ni fe'lni birinchi shakli. Endi what, how agar so'roq so'zli bo'lsa, albatta gapi boshida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu strukturamizga ta'sir ko'rsatmaydi. Gapi boshida bilan keyin struktura davom etaveradi. Misol uchun what did your sister call you yoki did your sister call you, ya'ni singli sizga telefon qildimi? What did you do last night? Kecha tunda nima qildingiz? Do ishlatilyapti. Nima uchun? Chunki qilmoq degan ma'no bermoqchi. Yoki how did the accident happen? Ya'ni ana hodisa qanday sodir bo'ldi? yoki where, qayerda did your parents go, ya'ni qayerga siz ota-onalaringiz go borishdi for the holiday, ta'til uchun. Xuddi shunaqa. Endi short answer bor, ya'ni short answer har darsda tushuntirib ketyapman, har bittasida. Ya'ni agar berilgan savolga ha yoki yo'q deb javob bermoqchi bo'lsak, bizga short answerlar kerak bo'ladi, ya'ni qisqa javoblar. Endi agar ha demoqchi bo'lsak, bizga oddiy I, we, you, they, he, she, it hammasiga bir xil ishlatiladi. Did. Present simple de do yoki does edi. Bu yoqda did bo'ldi. Nima uchun? O'tgan zamon bo'lgani uchun. Agar yo'q demoqchi bo'lsanglar, xuddi shu I, we, you, they deysizlar, gap boshida no bo'lgani uchun bu yoqda shunchaki not qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni didn't, did not deb aytib o'tirmaymiz. Didn't qisqa shakli. Misol uchun, did you see Joe yesterday? Kecha Joe'ni ko'rdingmi? Yo, I didn't. No, I didn't. Did it rain on Sunday? Yakshanba kuni yomg'ir yog'dimi? Yes, it did. Da, yog'di. Did Helen come to the party? Helen bazmga keldimi? No, she didn't. Yo'q, kelmadi. Did your parents have a good holiday? Uydagilar ta'til yaxshi o'tkazishdimi? Yes, they did. Da, ular zo'r o'tkazishdi. Nima uchun they bo'ldi? Chunki your parents, ya'ni they bo'lgani uchun. Xuddi shunaqa bu short answer edi.